Maqsad har bitta ona uyda bolalariga aynan shu zelenni qaychida qirqib uyda bemalol tokchasida turgan narsadan olib svejiy. Yana ko'pchilikdan savol tushyapti. Bu oziq-ovqatga qo'shimcha ishlatiladigan narsami va hozirgi kunda bu mikrozellar qanchalik darajada o'rni bor? Albatta buni o'rni umuman olib qaraganda juda ham ko'p tarmoqli o'rni, ham tabobat sifatida, ham oziq-ovqat xavfsizligi sifatida, ham biologik faol qo'shimchalar sifatida buni umuman yosh bolalarga, yosh kattalarga, qariyalarga, bemorlarga, hattoki saraton kasallariga ham bu narsalar chet elda rivojlangan. Har bitta nimani mahsulotni aynan birinchi 5 kun 6 kunlik davrada o'sgan rastok deymiz, o'simtasi juda ham foydali hisoblanadi va katta o'simlikdan ko'ra 40 barobar quvvatga va foydaga ega. Buning ichidagi antioksidantlar, vitaminlar albatta inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni hisobiga biz aholiga maqsadimiz shu sog'lom ovqatlanish madaniyatini kiritish va bu mahsulotlarni uyda yetishtirishdan maqsad har bitta ona uyda bolalariga aynan shu zelenni qaychida qirqib uyda bemalol tokchasida turgan narsadan olib svejiy holatda beradi. Buni effektini iste'mol qilayotgan albatta bizni kuzatuvchilar biladi buni effektlarini. Shuning uchun bu biologik faol qo'shimchalarga ham mana shu Amerikadan analog olyapmiz, Shvetsiyadan olyapmiz, Shvetsariyadan, Germaniya, butun Yevropa davlatlaridan yoki Yaponiyadan kelayotgan biologik faol qo'shimchalarni 90% sostavini o'qisanglar aynan microgreen deb yozib qo'ygan. Ularni asosi mana shu mahsulotlardan olingan. Va xudo xolasa bizda mana Farg'onada shu mahsulotlarda 50 dan ortiq turi bor. Biz o'tirgan joyda o'zida 30 xili bor va boshqa xonalarda 50 dan ortiq turi mavjud. Har bittasi misol uchun oshqozon ichak kasalliklariga bo'lsa, bittasi misol uchun davleniyaga, bittasi insonni ozdiruvchi bo'lsa, bittasi insonni semirtiruvchi va hokazo. Buni примененияsi juda ham keng. Shuning uchun buni tabobat yo'nalishida. Endi